Diqqat! Shoshilinch tezkor xabar. Pensiyaga chiquvchi fuqarolar darhol xabardor bo'ling. Siz uchun hozirgina muhim xabarlar e'lon qilindi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekistonda pensiya miqdori qanday hisoblanadi? Yoshga doir pensiya erkaklar 60 yoshga to'lganda va ish staji kamida 25 yil bo'lgan taqdirda, ayollar 55 yoshga to'lganda va ish staji kamida 20 yil bo'lganda tayinlanadi. Shuningdek, kamida 7 yil ish staji mavjud bo'lsa, bor stajga munosabat miqdorida to'liqsiz pensiya beriladi. Agar 7 yillik staj ham bo'lmasa, fuqaroga nafaqa ajratiladi. Pensiyaning tayanch miqdori so'nggi 10 yillik mehnat faoliyatidagi eng yaxshi ketma-ket 5 yillikdagi oylik ish haqining 55% ni tashkil etadi. Shuningdek, talab qilingandan ortiqcha ish stajining har bir yili uchun 1% dan pul hisoblanadi. Bundan tashqari, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan faxriy unvonlar egalari uchun har oylik pensiya ustiga bazaviy hisoblash miqdorining 1,6 barobar miqdorda kafolatlangan ustama to'lanadi deyiladi xabarda. Bizni kuzatishda davom eting. Kanalimizga obuna bo'lib, podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.